Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size hazırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyalarımızın mavzularımında. Evvel değil, 2 günden beri yağmur yağıyordu. Bugün masorunun başında tanışaşki mecbur olduk. Bugün leksiya sözleşten burun avval Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bayramını tebrikleyim. Şundaqlı 2009 yıl 7. ayının 5. günü. Kadimi Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahrida mustamlikachi Xitoylarning 3000dan ortiq Uyg'urni qatlam qilgan xotira kuni. Men bu shahidlarning shu kuni qurbon bo'lgan shahidlarning xotirasini xotirlayman. Endilikli leksiyamizni kelaylik, hurmatli vatandoshim. Chavshan qit'alar aro uchadigan raketani muvaffaqiyatli sinab qilganligini jakarladi. Mavzuli xabar 7. ayının 4. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Chavshan haftaning 2. kuni qit'alar aro uchadigan raketani muvaffaqiyatli qo'yib berganligini jakarladi. Chavshan yadro o'q beshelib uchoqlaydigan Amerika quruqligiga yetib kelalaydigan raketa texnikasini izchil tadqiq qilib keldi. Chavshan aloqador taraflar televiziyasi bu raketa 39 minut uchdi. 2800 kilometr egizlikda uchdi deb jakarladi. Bu sonliq ma'lumot Koreya va Yaponiya armiyalari birlashgan armiyalari erishgan sonliq ma'lumot bilan o'xshash bo'lib chiqdi. Kechiringlar. Bu raketa oxiri Yapon dengiziga tushdi. Lekin Amerika Tinch okean qo'mondonlik shtabi bu raketa o'tir musofirlik raketa deb ko'rsatdi. Koreya prezidenti Moon Jae-in mundaq ko'rsatdi. Bu raketa o'tir musofirlik raketa deb faraz qilindi. Lekin yana qit'alar uchadigan raketaga tayyorlik qilish bosqichi bu deyildi. Prezident Moon Jae-in mundaq ko'rsatdi. Agar bu raketa qit'alar uchadigan raketa bo'ladigan bo'lsa, biz munosib darajada taqobil turishimiz kerak. U qo'shimcha qilib mundaq ko'rsatdi. Koreya xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib, Chavshanning ig'vogarchiligiga qat'iy niyat bilan taqobil turishimiz lozim. Haftaning 2. kuni Chavshan raketasini qilgandan keyin Jungo tashqi ishlar ministrligi chaqiriq qilib, har qaysi taraflarning o'zini tutib olishini murojaat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 2. kuni Chavshanning raketa sinab qilishiga javob qaytardi. Prezident Trump Jungo Chavshanning eng yaqin ittifoqdoshi bo'lish o'rni bo'yicha Chavshanga ta'sir ko'rsatish to'g'risida chaqiriq qildi. Prezident Trump Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Koreya bilan Yaponiyaning yana qanchalik sabr taqat qilishiga ishongili bo'lmaydi. Balki Jungo qattiq harakat qo'llanib, ularning parokandichiligini o'zil-kesil oxirlashtirishi mumkin. Demak, yana Jungoga asl umid qo'yibdi degan. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Chavshanning tahdidiga taqobil turish uchun qurol ishlatishni o'z ichiga olgan barliq tanlashni chetga qoqmaymiz. Aqsaray yakshanba kuni mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungoning raisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganda Chavshan yarim orolni yadrosizlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz degan edi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Prezident Trump bilan telefonda so'zlashganda Chavshandan kelayotgan tahdidni muhokama qilgan edi. Shinzo Abe haftaning 3. kuni mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putinning qurilish xarakterli rol o'ynashiga yetakchilik qilish plani borligini aytdi. Vazir Shinzo Abe mundaq ko'rsatdi. Chavshan xalqaro jamiyatning ko'zga ilmidi. Qayta ogohlantirish borisimi ko'zga ilmidi. Yana raketasini qildi. Yaponiya, Koreya, Amerika bilan bo'lgan hamkorlikni zo'r kuch bilan kuchaytirish lozim. Chavshanga xalqaro bosimni kuchaytirish lozim.